Bozorda men zo'r joylar ko'rib keldim. Katta qurilish qilib ish boshlasa bo'ladi. Necha gektar ekan? 10 gektarcha bor. Haq hujjatlarini to'g'rilasak, kelishtirib sotishmoqchi. Endi do'stim gap bundoq. Baribir bankdan kredit olmasak bo'lmaydi. Usiz ishimiz bitmaydi. Qurilishga ham katta pul kerak. Ha. Lekin bank kreditini shunchaki bermaydi. Nimandir zavodga qo'yishimiz kerak. O'rtoq, meni pulim yo'q bo'lasan. Ijarada turaman. Shu biznes orqali oyoqqa turmoqchiman. Agar shu ishni uddalasak, ikkalamiz ham ancha-muncha foyda ko'ramiz. Bilaman. Katta ish. Foydasi ham katta bo'ladi. Shuni aytyapman-da. Yerni suv tekinga berishyapti. Hali 2 yildan keyin u yerlar obod bo'lib ketadi. Mazza qilib biznesni gullatib ishlaymiz, do'stim. Ha, pul topish kerak. Katta ish boshlashga katta pul kerak. O'zidan o'zi bo'lmaydi, o'rtoq. Men ham borimni beraman. Faqat uyim yo'q-da. Bo'lmasam shartni berardim. Bo'pti, men bo'lmasam o'z uyimni zavodga qo'yaman. Ha, bu boshqa gap. Yur do'stim, unda borib joyini ko'rib kelamiz. Egasi bilan tanishib kelamiz. Agar yoqsa olamiz. Mayli. Ko'raylik-chi. Yo'qsa ishni boshlab olamiz. Qachongacha mayda shunday ishlar qilamiz? Asabiyalashma. Oyog'imga nima xatoyi? Jon bolam. Bu kun emas, jon bolam. Sen bolam. Iltimos qilaman. Oyi. Nima? Men nogiron bo'lib qoldimmi? Yo'q. Nogiron bo'lib qoldimmi, oyi? Yo'q, bolam, bu vaqtincha. Ko'rasan, bu kunlar ham o'tib ketadi. Qani yugurib chopqilib ketasan, jon bolam. Oyi. Men ham doktorman. Menga yolg'on gapirmang. Seni 7 soat operatsiya qilishdi. Oyoqlaring yomon jarohat olgan ekan. Oson bo'lmadi. Taqdan Allohim seni bizga qaytarib berdi. Suyelaring maydalanib ketdi. Said Azizovich, o'zingizga keldingizmi? Oyog'imni nima qildinglar? Oyog'ingiz joyiga chiqdi. Yana tiklanish uchun ozroq vaqt kerak. Demak, nervalar tikildi. Блин. Да-да. Чё с этой игрой не так? Yo'q, bolam. Чё с этой игрой не так? А, вот, все. Sizga Все. Она уже стала обычной. Men Надо было просто немного подождать, а я выключаю ее. yurolmasligim aniq, ha? Rostini ayting. Xo'p. Yurolmas ekanman. Nega meni saqlab qoldinglar, oyi? Nega? Undan ko'ra o'sha kuni o'lib ketsam bo'lmasmidi? Unaqa dema, jon bolam. O'zing uchun ham yashashing kerak, biz uchun ham yashashing kerak. Iltimos qilaman, unday dema. Unga vaqt kerak. Sen aqlli bo'lasan, o'zing shifokorsan. Hamma narsani o'zing tushunasan, jon bolam. Bularni ham odamga tomoq qilmagin. Noumid bo'lmagin, bolam. Mavzif ketdim. Mavzif ketdim. Hurmatli tomoshabinlar, sevimli serialingizni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishingiz hamda qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'yishingiz mumkin. Eng sevimli telekanalingizda marhamat, tomosha qiling. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelsam ketib qolibsiz. Ha, hamkorim bilan ishimiz bor edi. Sizni kutib turaymi? Yo'q, ketaver. Buvingga qarash. Сегодня на работу ее взял. Bo'pti, faqat
Yerda otsa. Bo'lmasam ozgina ishlab keyin ketaman. Men kechroq boraman. Xavotir olmaydi. Xo'p. Бала aqsa kiryapti, bola. Тоже он здесь Dadam работает. yo'q edilar. Meni Rustam aka chaqiruvdilar. Kechagi loyihani oxiriga yetkazib qo'y degandilar. Shunga kirgandim. Siz ham shunga keldingizmi? Ha, shunga kelgandim. Aldamang. Balki meni deb kelgandirsiz. Oshirib bormadingizmi? Bo'pti, men ketdim. Shoshmang. Hazillashdim. Meni o'zim sizni ko'rgim kelgandi. Menga qara. G'alati gaplaringni menga gapirma. Men yigitlarni yomon ko'raman. Ularga toqatim yo'q. Gapirsang ish bo'yicha gapir. Bo'lmasa men ketdim. Ha bo'ldi, shoshmang, hazillashdim. Loyihani davom ettirib qo'yamiz. Buncha tabiz nozik bo'lmasa, birpasda aynib qolarkansiz, a? Ha, shunaqaman, nima edi? Oyim aytganlaridek, dunyoda eng xavfli mavjudot bu yigitlar. Ulardan nariroq yur. Bo'lmasa seni ahmoq qiladi degandilar, bilding? Ha, bildim. Фиолетовый синий. Buni hali ko'ramiz. Seni ne kuyga solishimni keyin ko'rasan. O'zingni qo'lga ol. Shifokorsan. Bu har bir inson bilan bo'ladigan holat. O'qimishli insonsan-ku o'g'lim. Meni nimaga saqlab qoldinglar? Nimaga? Axir yigit kishi uchun nogiron bo'lib qolish o'limdan ham battarku, oyi. Kimga yalinaman? Kimga? O'zim turolmasam, yurolmasam. Bolam, unaqa dema. Hozir har narsani ilojisi bor. Meditsinada rivojlanyapti. Iloji yo'q narsalar ham bor, oyi. Hech kimga keraksiz qoldim, oyi. Bo'ldi. Bas qil. Sen bizga keraksan. Menga. Dadangga keraksan. Xotiningga keraksan.